Azazalarni ham video qilamiz ular bilan. Tomosha kontrolda o'z videoga olish mumkin emas. 26 kutinglar. Restoran avtomatik ochiladi. 25 ga yaqin passajirlarimiz bor. Hamma maksimum 3 kundan keyin yana qaytadan restoranga tushasizlar va Borlariga shukur. Saidjonlar. Studiya obratno bilet olib Qozog'istonga borib keldik. Minor business class mana shunday bo'ladi. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Biz bugun aeroport Gumiklardamiz. 25 ga yaqin passajirlarimiz bor. Tezdaga kutib olib, registratsiya zelon zonagacha kuzatib qo'yamiz va eng muhimi, men o'zim ham o'sha insonlar bilan birga uchaman va ajdaniya zalida ham sizlarga ma'lumotlar yetkaziraman. Akalar, asosiy ma'lumotimiz reyestr 2026 ga o'tish arafasidamiz, hozir dekabr oyida turibmiz. Bitta narsa aytib qo'yaman sizlarga, ichkarida reyestr haqida tushib qolganlar va reyestrga kirish borib kelib, yana reyestr tushgan inson uchun 100% zo'r ma'lumot beraman. Faqat ko'cha sovuq ekanligini passajirlarni boshlab kutib oldik. Qalay tog'a, xizmatlarimiz a'lo darajada. Gap yo'q. Mana mendan bilet olganingizdan beri nechinchi odam o'tkazyapsiz? Qizingizni o'tkazdi, Singlimni o'tkazdilar. Mana hozir dadamlarni, otamlarni, hammani xullas o'zimiz kutib olib, kuzatib qo'yish xizmatimiz bor. Ekrandagi nomerlarga murojaat qilasizlar, videoni o'tkazib yubormanglar. Просто ko'ringlar, kerakli ma'lumot yetkaziraman. Va yana aytaman, Toshkentda yangi telefon keldi. Yangi yil arafasida uyimga, ota-onamga telefon olib boraman deganlar va $1000 dan qimmat bo'lgan telefonlar, do'stlar, registratsiyadan o'tib, o'sha telefonlarni deklaratsiya kirgizish qancha vaqt ketadi va pul talab qiladimi yoki yo'qmi? Hammasini videoda ko'rib boshlaymiz. O'zingizga ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar. Bismillah deb 51 dan 60 gacha O'zbekiston havo yo'llari Toshkentga men o'zim uchaman do'stlar. Mana shu passajirlarimiz bez qo'chirib registratsiyadan o'tkazdirdim. O'zbekiston havo yo'llari 32 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoylar bilan registratsiya jarayoni boshlandi. Xudo xolasa, passajirlarimiz hozir chamadonni topshirib yuboramiz. Bular bez ochirib o'sha registratsiyadan o'tib bo'lishdi. Hoji qalay? Chotgimi? Aka qalay? Zo'rmi hammasi? Gap yo'q. Qalay? Gap yo'q. Bez ochib o'tdik-a? Hozir endi samolyotda bir qayerda video qilamiz inshaalloh. Ha. Gap yo'q. Akalarim chiroyli qilib Toshkentga O'zbekiston havo yo'llaridan Xudo xolasa biz sizlar uchun xizmatlaringlar do'stlar. To'g'ri, va'da qilganimizdek, mana akalarim Xudo xolasa kelishdi. Hozir registratsiyadan o'tib, reys o'chirib, oldi qatoriga o'tdik. Qalay, hammasi o'tdimi? Zo'rmi? Gap yo'q, Xudo xolasa. Ichimizda bitta tojikistonlik qarindoshimiz ham azazalarni ham video qilamiz ular bilan. Chunki bular o'zim uchayapman. Qalay aka, xizmatim. Akalar bilan shunaqa xizmatga kelsa, ekranda nomerlarga murojaat qilasizlar. Yana bundan keyin passajirlarimiz bor, kuzatib turishda davom etinglar. Hurmatli aziz do'stlar, men to'rtta passajirni chiroyli qilib, Toshkentga o'sha aytib o'tgandek, 25 ga yaqin passajirlarimiz bor. Hammasini Xudo xolasa o'tkazdirdik registratsiyadan. Oldi qatorlikka tushib, orqada ekan o'z joylariga o'tkazdirdik. O'zim bilan birgalikda tushadi. Qalay, siz o'zi yosh katta insonsiz, zo'r etdik. Gap yo'q. Hurmatli aziz do'stlar, biz sizlar uchun xizmatni qanaqa xizmatga kelsa, aytib o'tganimizdek, ekranda nomerlarga murojaat qilasizlar. Kommentariyada biz sizlarga eslatib o'taman, yana Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'linglar. Hali bilan jadvallar chiqarib to'xtanglar. So'rang, qancha bo'ladi deb to'g'ri bunga ma'qul bilan bagajlarni 32 8 bagaj bilan 20500 dan bo'lgan ekan. Sog'lik salomatlik hammaga o'zini aytib o'tishlar. Aziz do'stlar, oxirgi passajirimiz bilan taom bilan registratsiyadan o'tdik. Ajdana zalga kirib ketyapmiz. Inshaalloh taomimizni chiroyli kutib oldim. Alloh rahmat. Xizmatlarimiz qanaqa ekan? Zo'rmi? A'lo darajada. Borlariga shukur. Saidjonlar. Gap yo'q. Bemalol qiynalmasdan o'tkazib qo'ydilar. Taom nechta minutdan o'tib kelishi, masalan 7 minutdan o'tib kelishi, lekin bezmon o'lishda qo'limizdan kelgan va'da bermaymiz, harakat qilamiz kuzatib qo'yishga do'stlar. Va bizdan bilet olmagan bo'lsak, kuzatib qo'yishga harakat qilamiz. Aeroport buni registratsiyada ketyapti. Taomlar ajdana zalida bir qator Muammo yo'q. Baraka topsin Saidjon. Rahmat. gap yo'q. Rahmat. O'zbekiston havo yo'llari mashqdan o'tgandan keyin registratsiyadan bu tomonga 18:31 ga kirib ketasizlar. 18:31 ga kirib ketasizlar. Bu tamoshni kontrol. Juda ko'pchilik adashyapti. Ya'ni 8:17 bu Rossiya territoriyasining ichiga uchadigan insonlar uchun mana ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib taomni hozir tamoshni kontrol. Yuring tog'ajon. Tamoshni kontrolga kirib ketamiz do'stlar. Va yuter registratsiyasi ketyapti. Yuterga ehtiyot bo'lasizlar, ruchnoy qiladi. Mana shunday birma-bir soladi. Sig'masa 6,5 ming rubl shtraf qiladi. Ruchnoy qiladilarning o'ziga. Mana bu yerda ham qonun qizil ko'ylak tekshiradi o'natda. Son gaplar. Tamoshni kontrolda o'z videoga olish mumkin emas. Sizlarni addushi odam ko'pligini ko'rsatib boryapman do'stlar. O'shanga aeroportga registratsiya vaqtidan 4 soat oldin kelishini iltimos qilaman. Tamoshni kontroldan xullas o'tib oldik. Tog'am ham sekin kelishyapti. Ajdana zalgacha olib ketyapman. Azizlar, va nihoyat sizlar kutgan ma'lumot yetib keldi. Restoran qilasizlarga ajdana zaldama, passajirlarimiz hammasi chiroyli yotibdi. Yil oxiri, oy boshi bitta narsani eslab qo'yinglar do'stlar. Reyestrga hamma har xil gapiryapti. Masalan, hamma o'zi biznes rivojlantirishga keladi. Sizlarga 100% ma'lumot beryapman.
kirdi chiqdiga masalan Gretsiyaga qaytadigan akalarimiz balkim passajirlarga to'g'ri ma'lumot bersak ham yaxshi bo'lardi, maqsadga muvofiq bo'lardi. Sababi hozir reysdamsiz, masalan ertaga siz Tudaobratda bilet olib Qozog'istonga borib keldingiz yoki siz qaysi bir Gretsiyaga borib kelyapsiz. Bilinglarki, qaytib kelgandan keyin 2 kundan keyin, uzoqlar maksimum 3 kundan keyin yana qaytadan reyestrga tushasizlar va sizlarni Tudaobratda biletlarning, расходlarning просто kuyadi. Hurmatli musollarlar, bu narsani diqqat bilan o'zingiz bilib oling. Ochiq oydin 2026-yil 1-yanvardan barcha Rossiya territoriyasida kimlarki reyestrga tushib qolgan bo'lsa, avtomatik ochilib ketadi. Ya'ni vaqtinchalik, ya'ni sizlar o'sha yil davomida dokument yurgansizlar yoki yil davomida qanaqadir shtraflar bo'lgani uchun 100% bo'lsa patent bo'lib turib ham reyestrga tushib qolgansizlar va sizlar yangitdan kirdi chiqib qilasizlar va keyin dokument topshirsalaringa yilni boshida patent olsalaring yilni oxirigacha hech qanaqa reyestrga tushib qolmaysizlar va patentlaring annual bo'lib ketmaydi. Juda ko'pchiliklar masalan men o'zim reyestr ochib turdim, noyabr ichida polni reyestr ochib berdim, lekin o'sha oy oxirida 3 kun o'tgandan keyin yana qayta reyestrga tushib qoldi. Bu akalar 20-25 ming просто ichida muzlab qoldi. Men o'z pulni qiyinlarni topoldim degan maqsadda. Aytdiki, shu bilan biz 1-dekabrdan reyestr tutatib qo'ydik, ochib berishdi. Yangi statiya bilan sizlarga ma'lumot yetkazdiryapmiz. 2026ni kutinglar. Reyestrlar avtomatik ochiladi va iloji boricha dekabr oyida chiqib ketishga harakat qilinglar. Agar dekabr oyida bilet qimmat juda ham deydigan insonlar, sharoitingiz bo'lmasa, yanvarda boshida harakat qilinglar, kirdi chiqdi qilib, Gretsiyaga sraz borib kelib, keyin patent topshirishga harakat qiling. Lekin men sizlarga 100% ma'lumot aytyapmanki, reyestrga tushib qolganlar bu narsani maksimal pozitsiya qilib olinglar, chunki bu odamlarni kimlardir 20 ming, 30 ming 15 kun topadi, kimlardir 40 ming, 50 mingda bir oyda topadi. Lekin mana shu puli просто reyestrga ketib qolyapti, bu dokumentga davat qilyapti, просто puli havoga tushib ketib qolyapti. Oila bola chaqasiz bor hammani bu ma'lumotni hammani o'ylagan taqdirda men sizlarga yetkazdim. O'zingiz ehtiyot qiling, videoga like bosib, pozitsiya qo'yinglar. Agar bu munosabat dokumentni o'zini kutib olib, kuzatib qo'yish xizmatlarimiz bor. Sog' bo'linglar, kuzatishga davom etinglar. Yana zalga o'tib, hozir biroz ma'lumotlar berib bo'ladigan bo'lsak, xudoga shukr, bezovta kirib oldik. Restoran hammasi tomondan yordam qilyapti. Bemalol tavsiya beraman, bemalol kelib shu yerga aka bilan gaplashib, bemalol kelaversangiz bo'ladi, ishonchli. Bosingiz. akaman xolisa turadigan o'tishdi. Aka qalay? Zo'r, xudoga shukr, bari zo'r bo'ldi. Inson aytib olsa, undan ham zo'r bo'ladi, qasamaz. Gap yo'q, xolisa Sayjonni sizlar uchun mana shunday xizmat ko'rsatib boradi. Minor biznes class mana shunday bo'ladi. Kimga arzon bir biznes class uchun olsa, mana shunday qulaylikda, mana shunday shart-sharoitda bo'ladi. Чтобы bu klassda uchgan odam o'zi biladi, bilmaganlar paprotib ko'ringlar. Abdushu o'zimiz shunaqa reyslarga bilet yozib beramiz inshaalloh. Do'stlar, mana shu Akulada biz yetib keldik. Dreamliner 787.